Mana ko'rib turibsizlar, oyoq kaf so'gali virus, VPC virusi qo'zg'atadi. Ham yana padoshini baradavka deb ham ataladi. Bemor odamdan yuqadi, immun tuzumi past odamlarda uchraydi. Oyoq kaf so'gali yana o'sha oyoqdagi muammolari bor odamlarda, lekin oyoq ko'p terlaydiganlarda ham ko'p uchraydi. Qadoq bilan qanday ajratib olamiz? Birinchi navbatda yaxshilab e'tibor bersak, qora tochkalari bo'ladi, ya'ni bu kapillyarlari. Ustini esa o'sha mozol qoplab olgan bo'ladi. O'shani birinchi olib tashlaymiz. Mana kusachkalar yordamida. Bu kapillyarlari so'gali birinchi belgisi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana muzlayapti. Buni vazifasi nima? Bunga kelayotgan qon tomirlarini kuydiradi. Shuni hisobiga so'galga qon kelmagandan keyin, ya'ni to'qima chirishni boshlaydi. Ya'ni o'ladi to'qima. Mana shunaqa usulda qilinadi. Sizlarda bunaqa holat bo'lmasligi uchun birinchi o'rinda nima qilish kerak? Shaxsiy gigiyenani o'ta rioya qilish kerak. O'sha har xil zallarga yoki saunalarga borganda o'zini o'sha poyabzali bilan borish kerak bo'ladi. Agar quyidagi muammolar sizlarda kuzatilayotgan bo'lsa, Toshkent shahar teri-tanosil kasalliklar dispanseriga murojaat qilishingiz mumkin. Joylashgan joyimiz Yangi Hayot tumanida. Sog' bo'linglar, charchamanglar.